Sizlar bilan Minecraft bugun sizlarga mod o'rnatishni ko'rsataman. Kanalga like bosib obuna bo'lib qolmasanglar bo'lmaydi. Mana o'zingizlar xohlagan bitta modus Minecraft seriyasi mana shunaqalar chiqadi. O'zingizlar xohlagan yuklab olasizlar. Telegramdan o'rgatishimni xohlasanglar, albatta like bersanglar, bugun sizlarga Telegramdan o'rgataman va Googledan o'rgata olmayman, lekin Telegramdan o'rgataman. Ana endi qaranglar, misol uchun nimani o'tqizsak bo'ladi. Mana do'stlar, topdim. Agar aktivroq bo'lishim, chunki aktiv bo'lamayapman, chunki zerikib va Что ты делаешь? Есть приложение StarMaker, которое тебе точно поможет. Покажи. Смотри, StarMaker позволяет настраивать... Hackerlarga o'xshab baland o'rinlarga chiqishimni xohlayman. Sizlar xohlasanglar kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying va videoni boshlab olaman. Go, endi Minecraftga kiramiz. Modni davlatchi bosamiz. Mana endi buni bundoq qilamiz va resource packs ga kirib Ownetga bosamiz va bu o'zimning modlarim o'zingizda bitta chiqadi. Mana Lamborghini deb chiqadi va 1 euroga o'tkazamiz. Agar mana bitta aktivlashtirilmagan bo'lsa, aktivlashtirasizlar. Agar aktivlashtirilgan bo'lib tursa bo'ldi, unda temis. Craftingga o'tkazasizlar va go, o'yinga kirasiz. Mana do'stlar, yo'q qoldim. Videoni va kirgandan keyin mana biza qidiramiz va tuxumlantidan birinchi navbatda qidirsanglar mana chiqadi sizlarga. Va uni qo'shimcha narsalarini mashitlardan qidirsanglar chiqib qoladi. Buni qo'shimcha narsalari yo'q ekan. Va qo'yib olamiz, ketdi bu. Chiroyli. Va mana biza Lambo mana bu Lambo ko'rinishda, bu Lambo ekan. Mana Lambo, mana Diablo'mi deb Lamborghini o'tkazdim men. Mana Diablo degan mashinani, короче, mana o'tiramiz va mana bemalol haydasizlar bo'ladi. Mod sizlarga mana tavsiya qilaman, agar telefonga, bu faqat telefonga, kompyuterlarga men tushunmayman, lekin agar tushunib sizlarga o'rgatishim mumkin kompyuterda qanday qilib modlarni o'rnatish va modlarni qayerdan sifatlisi va yaxshilarini topib olish. Agar meni lichkamga yozsanglar, sizlarga sifatli va yaxshi modlarni topib berishga harakat qilaman va lichkamni kommentda qoldiraman. Va sizlar lichkamga o'tib yozib qo'yarsizlar va Telegramdan men ko'p javob bera olmayman, lekin javob bera olganimda sizlarga xohlagan modingizni tashlab beraman. Agar bir xil modlarni men topib bera olmasligim mumkin, undan uzr so'rayman. Do'stlar, mana modni o'tkazib oldik. Sizlar bilan endi mana shu joyda videoni tugatamiz. Mayli, sizlar bilan men yana o'sha Dehko Minecraft bo'ldi.